Marsel shahridan xudo xolasa Mulhouse shahriga ketyapman. Bu Germaniya bilan chegara. Marseldan xullas yukni bo'shatdim. Mashina mana pustoy, ko'ryapsizlar. 800 metrlik mashinamiz pustoy. 600 kilometrga 8 ta mashina bergan Peugeot zavodiga borib, Mulhouse sal yetmasdan Suchaxavomi degan shahri bor. Bir hozir ko'ramiz. Mana Sachauq. Xullas bu yerga borib 8 ta Peugeotni yuklayman. Yana обратный Marselga qaytaman. 600 kilometr. Borib, mashinani olib 600 kilometrga yana qaytib kelaman. Mazzami jigarlar. Ashi telefonni Instagramga zo'r ushlayman, YouTube'ga fondalar ushlash qiyin ekan. Xullas Suchaxav 600 kilometr borib, mashinalarni olib qaytib kelaman. 1200 kilometr. Xudo xolasa kecha mana kiyimlarni yuvib, ana qilganman. Buni quritish endi mashinaning ichiga yoyib qo'yganman. Quritish vazifalari garochi. Inshaalloh sekin yo'lga chiqdik. Ashulani aytib 600 kilometr hazil ekan emas, 600 kilometrga borish. Oho. Bugun yetib bormayman, soat endi 14:32 bo'ldi. Soat 14:32. Bugun yetib bormayman. Xudo xolasa bu videoni YouTube'ga qo'yaveraman. Inshaalloh borib yuklayotganda o'sha 8 ta Peugeotni yuklayotganda yana video qilaman. Keyingi videoni ham ko'rasizlar, ertaga ko'rasizlar keyingi videoni xudo xolasa. Sekin bosaveramiz jigarlar, shunaqa gaplar. Endi sekin YouTube'ga asta-asta video qo'yib ketyapman. Inshaalloh bir yaxshi prosmotrlar bo'lsa, sekin jinnisini qilaman videoni. Qaranglar, mana GoPro bor. GoPro'ni ham eng oxirgi modeli mana ham. Ko'tga kallaga taqib videoga oladi-yu. Hozir men yaqinlashtiray, o'zi yaqinlashgan ekan. Xullas eng jinnisi fulli GoPro'ni 13 ekan, Hero 13 degani. Xullas shunda bir mashinalar yuklab tushirish, shunaqa nimalarni, fishkalarni videoga olaman. Lekin hozircha YouTube'da shu butun shu qo'shni, o'rtoqlar 3-4 kishi ko'ryapti xolos. Daha ko'payish olsak, GoPro'da ham o'ta nima bor? Oti nima? Vertolyotcha bor-ku. Dron bilan olib ishoninglar jinnisini chiqaraman, lekin hozir olsam bo'ladi. Kiroya olish emas, sal prosmotrni ko'paytirib olaylik. Shorts videoda prosmotr bomba. Shorts video zo'r uchadi. Unda постоянно stabil Instagramdagi videolar qo'yib yuramiz-ku. Shuning uchun shorts video zo'r. Lekin mana bu kundalang gorizontal oladigan videolarimiz uchmayapti. Sababi hali men YouTube'da ochgandan beri bu gorizontal videolarda bir moslashib, zo'r stabil qo'yib ketganim yo'q. Shuning uchun sekin unisiga ham yetib boramiz. Manzara endi Marselning manzarasi o'tda gapirishga o'zi til ojiz bunaqa joylarda. Lekin bugun dushanba, bugun ertalab yukni tushirganimda shaharda qoq kinligiga bordim, sentriga borib tushirdim. Ishoninglar, yengil mashina zo'r o'tadigan joydan 48 metrli avtobusni ichiga haydatyapti-da, shaharning ichida bitta anaqa salon bor ekan, o'sha salonga borib tushirasan degan. Zo'rg'a borib tushirib, Xudoga shukr, beshikka chiqib oldik, chiqib olib ana ketyapman, yana qaytib Germaniya tomonga. Germaniya Sachauq degan, endi Sachauq o'zi Saxauq bo'ladi shekilli o'zlarining tilida. O'shgacha borib yukchani yuklab qaytib kelamiz, Peugeotlarni yuklab. Avtobus qiziqligi mana shuda. Hozir masalan 4 ta bus yuklab keldim. 4 ta bus yuklab keldim. Mana qaramanglar ekan. 4 ta bus yuklab kelyapman. Boshqacha-da. 4 ta busni yuklash boshqacha. Endi borib 8 ta Peugeot yuklayman, ana o'sha kallada ma'musini ma'mutga qo'yaman deb rejalashtirib, sekin ana qiziqarli demoqchiman. Keyin mashinalarni o'zimiz yuklab, o'zimiz tushiramiz.
Bu tomoni ham vashi qiziq. Har xil minmagan mashinalarni minib, avtobus bilan Kentda narxi bir xil bo'lib qolgan. Avtobus bilan Kentda narxi bir xil bo'lib qolgan. Pasti bir xil, lekin avtobusda ishlash qiziqligi uchun men avtobusda ishlayapman. Atak narxi bir xil bo'lib qolgan. Inshaalloh yana aloqada biz kellar ko'rishamiz.